Kerak eklayotgan mana pulga mana mishta jillikdek mana ha. Mishta go'sht pishirishga o'sib qo'yaman mana. Ha, chefdim. Inga, yekerak go'shtda mana. Voy, qalangma mana. Mishta bismillah go'shtiga mana ha. Kalugushiya juma taq mana bu. Mishta pishib ketdi mana ha. Saat go'shtda necha bo'ldi? Bo'la, mishta kichim demak to'rtashlarni zopingsin ta'tib etdim ha. Shuning uchun bir taldan yurak berib qo'llab qo'yinglar. Hamsa boshlab ketdilar. Bilgan sizlarga mish to'rtallar qo'llab ketgan langban euro. Ochiq kalgush deymiz, angsam ochiq qalpaqalchoq deymiz. Shuning tushunarisidan birini ilib keldim ha. Buni men so'zlay deb qilay desam, bizning shagirtdan men bir so'zlab baqsam deydi Alqamjon. So'zlang afkam. Yeterlik materiallar 10 kilo langban euro. Ol, Janzro. Qanday yerdan chiqadi bu? Kalma muskulliq yerdan chiqadi. Yeterlik material yungdujalaza, shoxushang, guype, changpe, qizilxo'jav, bajav. Qizilxo'jav. Ko'xo'jav arasida. Mau Baykov. Mau Sinjang, Sumpiyaz, Shangmosov, Ahmoch. Mau Savgo, Mau Baykov, Mau Mehmet Tazbek uqlamdim. Zodi. Turdashlar bir silbi deb yiqinglar. Misho bek no'shnasi turdashlarimiz shagird bilinmabdi, ismini pinguncha kezib turanglar. Uyg'urcha eshitib turami, Xanzochimi? Uyg'urcha eshitib turanglar, ha, Xanzocha yazasam tak yaxshi. Men deb bersam o'rganmaydi-ku. Men shakar topni demay ketdik-ku. Buni hukumatga men turdashlar bir deb baqsam. Ha, bo'libdi, mening bir deb turanglarmish balaga. Yeb bo'libdi, ha. Qolgan narsa-chu mal qilib qoldi. Mau Pangzmalayu, Mau Dubanjang, Mau Lapiza, Mau Shangye, Mau Baykov. O baychi. Ha, shuni deyman. Buni gram soni oxir deb turamizmi? Oxir deb turamiz gram soni. Ha, uni deyman. Ma'nasi uchun men tayyor qilgan. Tansi mana bayamdan tayyor qilgan mana otmaqandaka. Ha, bu tansani yutib qo'ymizmi? Tadashlar. Yutib qo'ymiz. Ha, bular tirishibmish. Bizni rasm tab yo'lasanlarmish, tansani yo'lab turmas. Suchu. Mau 5 kilo suv tayyor qilib olgan. Ha, men go'shtni tanliq qilishimiz, tanliq qilmaymizmi? Esib. Ha, emsa go'shtni tanliq qilamiz. Men Shenjonim salamiz. Ha, men Shenjonim salamiz. Avval men go'shtni bir tanliq qilib olamiz. Sen filmni she'r etmay turib, muhim yerlari hamda taqyan aqsda va hamda biz gerçi kichik bo'lsak-mu, o'rgangan narsalarimiz chiq. Na aytaysiz, ko'zga ilmagan odamda mana yomon chiqadi. Shundaymi? Emsa boshlayapman men. Sizimiz suqishib olgandan keyin artık go'shtni solamiz. Mana baş qasam qaynagandan keyin baş kuyuk chiqadi, kuyukni olmasak bo'lmaydi go'shtni. Mana qaynagandan keyin qasabni elim bilan muzdak suv chayqaymiz. Mana keldik, muzdak suv chayqab bo'lgandan keyin men tayyorlab olgan suyni solamiz. Ma darilni bulab qas, taklab qasa, daqiq chigib, sasan taqmak yaxshiroq chiqadi, ha. Men bizning daqini ma balla jutruytda amal yo'qmish tasam. Solamiz menda? Ha. Ma shangya 20 gram, ha. Kichik deylar, men turdashlarning baqa vaqti yo'q, ha. Bayji 20 gram. Ha. Mani men muhmudim bayam. Ha, bu necha gram shunda pira? Bu 40 gram. Ha. Bu mu 40 gram? Ma savgo. Ha. Ahmuch 15 gram, ha. Ha. Shangmosov 15 gram. Bayko 20 gram. Qizilxo'jav 20 gram. Bajav 30 gram. Ma Ko'xo'jav 30 gram. Qizilxo'javda atqoni. Changpe 20 gram. Gulpe 20 gram. Ha. Shoxushang 20 gram. Mamish 20 gram. Buni bilmadim. Ha, bilmadim. Ko'nglinchidan kirib oldilar, ha? 100 gram. Hindu javlaza. Ha. Shenjavlaz 100 gram. Dubanjang 80 gram. Pangzmalar yo'da. Pangzmalar yo'ras. Ha, shuni deyman, men azdumaylar deyman. Lapiza 80 gram. Ha. Dubanjang 80 gram. Sumpiyazlar mau 50 gramda 100 gram. Mishbalning mish tabi to'g'ri chiqishima o'ng'ay emas. Bir taldan yurak kirib qo'llab qo'yinglar, ha. Ha, tansini qush olamiz, men otning qanday mana. Ay. Yaman chiroyli qilib bu tansa. Ha, mishagich kiribsizlar, yutib etmayib turinglar. Yana taq saladigan dungujon yo o'chbo'chjon yo oldim. Ba, asilbi deb qilganlarmiz, quruq dardamanlar sugan. Mish go'shin bedangiz yalliq moqana, ha, penlanchi kirishlar. Emsa avval ma bir qaynab olsin, qaynab olgandan keyin qolgan narsani solamiz, ha. Emsa ketdik. Alqamjon, men qaynab turibdi, ma'nasini solamizmi? Ma'nasini solamiz. Nim bu? Mau dongujon yo, mana dongujon yo. Bu 60 gram, ha. Silvirsak bo'ladi, mana qaynagan holatda. Ha, mana. Ekara ko'rsatgan mana, akam shaqitli. Isrof qilmayli. Ha, mana. Ha, go'shtni qalanglar mana. Yo, ha, ma javob bu nima? Mau laucho mana, mau 30 gram. Ha, 30 gram laucho. Mana, ha. Bunun shaqitli. Ha, ma javob 40 gram tuz. Ha, 40 gram tuz. Buni jijim samaytamiz, ha? Samaymiz, ha. Ha, mana mishta tabiiy dardamanlar chiqadi. Ha, mishta o'xshagan, ha.
Mr. Longman Neuro her xil go'shtlarni ne deymiz endi bizning Shingonlikdan 5 yuqorasidan ta'minlamasda tiyashmasi kelsanlar bo'ldi. Mavo tugmidi. Buni ham mana misholatda nechlik qo'ymiz ya? 2 soat qaynatib. Misholatda bo'sh 2 soat qaynatsak, mana go'sht jilik. Hozir rangi ma'lum turibdi, mana ilib pishib chiqqandan keyin tag'in chiroyli qilib ketdi. Hamsa pishib chiqqandan keyin show go'shtini ko'ringlar, ketdi. Mana 2 soatdan keyin ilikdek. Voy. Karamat mana rang tam. Süze etdim ha. Misopin yarg'an bo'lib qolsa, bir taldan yurib berib qo'llab qo'yinglar. Qani ishimiz qandaroq ugunibdi. Men go'shtni ko'rib ko'nglinchilarga yaxshiroq o'rgangan bo'lsa, bir gullarni yo'llab qo'yinglar. Tirishayotganda bezbonlar ko'nglincha qo'shilib qolsin, mishbalni ko'rib. Mishbalga mo'ngay emas mana. Tirishib mana. Qalanglar men go'shtni rangini voy, lekin karamat o'xshabda eng oxirida men bugunimni ilonni bekitib qo'yay. İşte olsun tamam geldi ne geldi kam? Shingon için ve şihoraz kes buldu kucağıdanlık. Onun bir kesalar tam transfer et lagman sormak çıkmasın bir çık koydu. Adam doğaptan çıkarıp kütüvana da kesama. Her kal yenilik tamaklar devamlı kuzulmaya çıkıyordu mana. Bizden may goşni yapak kaldı bildi o mana jilik tek mana ha mana. Mana. Her goşlar. Oy. Mana. Hamsa yedg'allar bizning Shingonlik için 5 yuqoras kamlar. Elkam javob kam ishga gap qilib olamiz to'rtashlar. Yapılalar. Başta okşugan çok sıksa deyimiz, da bence deyimiz, yansa yediğinde maş kucağıdanlık ve şihoraz kesama buldu. Her xil tutamlığa, huzurluk tamak çıkarıp sılıntılı tetikdek. Ha bilan bir taldan jurak qo'llab qo'yaman ha. Qilaysan bu ishni.